Tug'ilgan kun bu oddiy kun emas. Yaqinlaringizni tabriklar va loyihasi orqali xursand qiling. Jonli qo'ng'iroqda sevimli boshlovchingiz Go'zal Izatovna. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kenjaboy aka, yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Shukr, rahmat. Akajon, avvalambor biz sizni bugungi quvonchli kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan muborakbod etib qolamiz. Rahmat. Minnatdormiz. Umringiz uzoq, tanu joningiz sog' omon bo'lsin. Doimo oila a'zolar hamda yaqinlar baxtiga o'zingizni ehtiyot qilib yurishingizni tilab qolamiz. Salomat bo'ling, rahmat. Minnatdormiz. Ayni daqiqalarda akajon, biz sizni tabriklar TV teleradio loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz va kamina ushbu loyihaning boshlovchisi Go'zalxon siz bilan jonli tarzda muloqotda bo'lib turibmiz. Rahmat. Bizning loyihamizga sizni bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz munosabati bilan sizni qutlash maqsadida yaqin bir insoningiz murojaat etgan. Taxmin qilib ko'ra olasizmi, sizningcha ushbu tabriknomalarni yaqin insonlaringiz orasidan aynan kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Qizaloqam yo'q-da. Oygul. Aha. Bugungi tavallud kuningiz bilan sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rib qadrlovchi, albatta mehribon va qadrli bo'lgan farzandingiz, qizingiz Oygulxon opamiz nomlaridan va turmush o'rtog'ingiz Gulchehraxon opamiz, akajon Shonazarbek akamiz, Diloromxon opamiz, kuyovingiz Otabekjon akamiz, akajonlaringiz O'rinboy, Farhodbek, Shokirjon akamiz, opajoningiz Ro'zaxon opamiz va farzandlaringiz Oxunjon, Ma'murjon, Shahzodbek, Bekzodbek akamiz, nabirajonlaringiz Bunyodbek, Diyorbek, Lutfullajon, Malikaxon, Muhammad Ali, Asadbek, Donoxon, Mo'tabarxon, Nurmuhammad, Muslimaxon tomonidan okajonlaringiz Quvondiqjon, Davronbek, Ilhomboy akamiz, singillaringiz Barnoxon, Zeboxon opamiz va kelinlaringiz Sevaraxon, Ozodaxon, Mehribonxon opamiz nomlaridan farzandlaringiz qizingiz Oygulxon opamiz sizni mana shunday quvonchli kun bilan muborakbod etib qoldilar. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Rahmat. Rahmat sizga ham. Rahmat, ishlaringiz rivoj. Minnatdormiz. Akajon, ijozat bersangiz shunday mehribon farzandlaringizni tavallud kuningizga atab yo'llanilgan tabriknomalarni sizga o'qib eshittirsak maylimi? Mayli. Minnatdormiz. Diqqat qilasiz unda. Assalomu alaykum, hayot yo'llarimda men uchun eng aziz va qadrli bo'lgan insonim, mehribonim, aziz davlatim, dadajonim, bugungi tavallud kuningiz, shodiyonalik ayyomlaringiz bilan sizni chin qalbimdan tabriklayman. Umringiz uzoq, tanu joningiz sog' omon bo'lsin. Siz bizning suyanchimiz, oilamizning mustahkam tayanchisiz. Har doim biz uchun qilgan mehnatingiz, bergan mehringiz va sabringiz uchun sizga cheksiz rahmatlarimni aytaman. Yaratgan egam sizga mustahkam sog'lik, bitmas tuganmas baxt ato etsin. Har doim yuzingizdan kulgu arimasin. Niyat qilgan barcha orzularingiz o'shalib, bizning baxtimizni, rohatimizni ko'rib yuring. Siz bilan faxrlanaman dadajon, sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Quvonchli kuningiz, shodiyonalik ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Har qadamda omadim kelar, bolam deya qilsalar duo. Ular mening ishongan tog'im, dadamga dard bermagan xudo. Bizni deya tinmagan rost, to'yib yayrab kulmagan rost. O'tinaman sendan iltimos, dadamga dard bermagan xudo. Nolmayman, hamma narsam bor, lek dadam sizga to'man gedo. Bor boyligim olginu, ammo dadamga dard bermagan xudo deya o'zlarining mana shunday ajoyib bo'lgan tabriknomalarni mehribon farzandlaringiz, nabirajonlaringiz va yaqin oila a'zolaringiz aynan ushbu tabriknomalarni siz tomon yo'llab qolishibdilar akajon. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Vaqtimizda o'ram sog' bo'lsin. Oilalari tinch bo'lsin, ko'p yashasinlar. Albatta, ilohim. Sizlarning ishlaringizga rivoj tilayman. Rahmat sizga ham. Shunday yaqinlar baxtiga hamisha o'zingizni ehtiyot qilib yuring. Umringiz uzoq bo'lsin, quvonchli kuningiz, shukrnalik ayyomlaringiz esa yana bir bora muborak bo'lsin deb qolamiz. Salomat bo'ling ilohim. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling akajon.
Hammasiga rahmat. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dada, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Mardu nomard og'ritsa dilim, ket dadamga aytaman dedim. Sizsiz mening quvvatim, kuchim. Siz bor nega qo'rqaman dada. Bolalikda o'tgan chog' uchun, holva uchun, o'yinchoq uchun, issiq uyda shirin choy uchun, sizga rahmat aytaman dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim.